Yaqinda 30 yoshga kiraman, lekin meni hech kim 30 yoshga o'xshatmaydi. Va shu uchun sizlarga o'zimni yoshartiradigan makiyajimni ko'rsatmoqchiman. Birinchi bo'lib yuzimga Ecladod'dan SPF krem surtaman, chunki men har kungi makiyajimga hech qanaqa baza ishlatmayman. Keyin hozir biz har kunlik makiyaj qilyapmiz, shu uchun tonalni ishlatmayman. Konturingdan boshlaymiz. Agar har bitta etapimni отдельно tutorial qilib ko'rsatishimni xohlasalaringiz, kommentariyada yozib qoldiringlar. Itak, yuzimizni konturing qilib oldik. Bitta перерыв kofega endi burnimizni qilamiz. Boshidan kontur qilish, gryazniy ko'rinishi mumkin, lekin постепенно chiroyli bo'lib ketadi. Endi konsillerni olamiz. Konsiler Vivian Sabodan Pearl sponge bilan yedirib chiqamiz. Bu proses menga rassomlarning ishlarini eslatadi. Rassomlar ham birinchi oq listga qora qalam bilan chizib, nabrosk beradilar. Keyin o'chirg'ich oq qalam bilan rasmni tuzatib, chiroyli qilib beradilar. Keyin yana videoga ko'rsatilgan joylarga konsiler qo'yamiz va yaxshilab sponge bilan yediramiz. E'tibor beringlar qizlarjonlar, konsiler va kontur bo'lgan joyini sponge yoki kistichka bilan yaxshilab yediringlar, poloskasi qolmasin. Burunni konturi esa ozgina bilinsa hech qisi yo'q. Keyin menda shunaqa chiroyli highlighterlar bor, lekin men sevgan highlighterimni faqat ishlataman. Makiyajda highlighter juda muhim. Yuzni eng svejiy, ochiq vzгляд qilib beradigani shu. Videoni yaxshilab to'xtatib ko'ringlar, chunki ko'p joyga highlighter suraman. Keyin shunaqa yangi olgan rumyashkamni qo'ydim. Rumyani suxoy ekan, mana nima uchundir влажный deb o'ylabman, lekin makiyajimga hech qanaqa xalaqit bermaydi. Hamma joy chiroyli bo'lib turdi. Keyin eng asosiysi lab uchun men hozir 3 ta ko'rsatim, lekin na samом деле 4 ta narsani ishlatdim. Ikkita qalam, Mistays, keyin Vivian Sabo. Labni ichki qismiga любой ochiq qizilni ishlatamiz. Keyin menda yana shunaqa blesk bor edi. Labimni bitta bo'yasam, qaranglar qanaqa chiroyli puxli turadi. Ko'p kishi menga filler quydiring deyshadi. Keyin cholka qirqqanman, shunaqa biguzik qilsalaringiz juda ham oson ekan. Bitta quritib oldim, shunaqa asal chiroyli bo'ldi.